ayol pul topsa, o'ziga bitta ko'ylak oladi. U ko'ylakni kiygandan keyin oynaga qaraydi-da, o'ziga rosa yoqadi. O'sha kuni farzandini urmaydi. O'sha kuni xo'jayiniga chiroyli gapiradi. O'sha kuni gapni o'rtoqlarining oldida ovozi balandroq chiqadi o'sha ayol. Mehnati bilan xalqga xizmat qilib, o'ziga bitta ko'ylak ravo ko'rdi. Endi u ayol yaxshiroq restoranga boryapti. Yana ham baxtlilashyapti. Uyga kelib yana farzandini urmayapti, eri bilan urushmayapti, g'iybat qilmayapti, biznesida xalqga xizmat qilyapti. Yana pul paydo bo'ldi. U ayol farzandini qimmatroq maktabga olyapti. Farzandi yaxshi o'qiyapti, jamiyat o'syapti. Bitta ertaga ishsizlikdan katta bo'ladigan farzand emas, onasini mehnat qilganini ko'rayotgan, chastniy, xususiy maktabda o'qiyotgan bola paydo bo'ldi. U ayol sayohat qildi, bunaqa yashash mumkin ekan deyapti. Qaytib kelyapti, mashina olyapti. Bu ayol baxtli. Meni kurslarimni, marketing va sotuv bo'lsa ham juda ko'plarini turmush o'rtoqlari oldimga kelib rahmat aytib ketgan.